Bugun yurtimizda aholi farovonligini ta'minlash, ularning sog'lom muhitda yashashlari uchun keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ichimlik va oqova suv tizimlarini yaxshilashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Musaffo Obi-hayot magistral suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan Qibray tumanidagi mahallalarda oqova suv tizimlarini tozalash va yuvish ishlari olib borildi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Musaffo Obi-hayot magistral suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tasarrufida jami 107,9 kilometr oqova suv tarmog'i mavjud bo'lib, Qibray tumanidagi 43 kilometr 158 metr masofadagi markazlashgan oqova suv tarmog'i bo'yicha ham xizmatlar ko'rsatiladi. Jumladan, Qibray tumanidagi Fayzobod va Navruz mahallalarida oqova suv tarmoqlarini yuvish ishlari olib borildi. Natijada yig'ilib qolgan chiqindi va tiqindilar bartaraf etildi. Oqova suvlarining erkin va to'siqsiz oqishi ta'minlandi. Bu esa nafaqat qulaylik yaratdi, balki atrof muhitning ekologik holatini ham yaxshilashga katta hissa qo'shdi. Har 6 oyda biz profilaktik ishlarni olib borishimizga, kanalizatsiya quvurlarida chiqindilar yig'ilib qolib va avariya holati mavjudga keladi va fuqarolar bizga murojaat qiladi. Biz shu asosda ishlarni olib borib tozalashlarni olib boramiz. Umuman kuz vaqtida va bahor mavsumida yog'ingarchilik ko'p bo'lgani sababli va kanalizatsiya quvurlariga suv, oqova suvga shu yomg'ir suvlar tushib toshish boshlagan eng qiyin mavzu shu bo'ladi. Biz har telefonlarda bizga dispetcherlarga murojaat qilganda biz chiqib borib avariyani bartaraf qilishga harakat qilamiz. Chunki bu yomg'ir suvi to'lib ketadi. Ariqlar bo'lmagan mahallalar bor, ariqlarga ketmaydigan paytlar bor. Shu paytlarda chiqib boramiz. Bu kanalizatsiyada avariyni kavo deyishadi bizda. Kavo bu suv tarmog'ida napolli suv bilan yuvib ichini 5 atmosferada yuviladi ichi, tozalangan axlatlar yig'ilib chiqqandan keyin o'shalarning ichini olib, xavfsizlik kamarlari, protivgazlar hamma narsamiz bor. Bir xillarda to'g'ri mashinalar tirg'izib bo'ladi, mahallalar tor bo'ladi, ko'chalar shu ma'noda bo'lishi va shoxbarlarga qaralmagan bo'lsa, o'sha kesib amallab kirishga harakat qilamiz. Chunki majburman yuvishimiz kerak. Chunki bu holatda yuvmasdan oddiy bir xillarda avariya dispetchersiga ko'p marta murojaat qilingan ko'chalarga chiqqanimizda haqiqatan bunga kavoda kelib yuvmasak bo'lmaydi. Chunki sim orqali tozalaganda bu narsa avariyani bartaraf qila olmaymiz. Ertasi kuni yana o'sha avariyaga qoladi. Shuning uchun biz inobatga olib brigadaniga injener va sentral dispetcher boshlig'i chiqib ko'rib yana bartaraf qilib kavo mashinani chaqirib yuvib chiqamiz shu mahalla. Chunki ertaga 6 oy, 7 oy yana bemalol ishlab murojaatchi ertaga fuqaro bizdan qanaqadir norozilik bo'lmasligi uchun sababli shu bo'ladi. Shu kabi oqova suv tarmoqlarini yuvish va tozalash ishlari maxsus texnikalar va zamonaviy uskunalar yordamida olib borilganligi va eng muhimi bu aholining hayot sifati va sanitariya holatini yaxshilashga xizmat qilayotgani quvonarli hol. Agar kanalizatsiya yo suv tomonidan savollar bo'lsa, JEK тоже dispetchergami, Musaffo Obi-hayotga zvonit qilib, darrov ular ham baraka topsin, vaqtida kelib to'g'rilab ketadi. Bularning ishini men a'lo baholayman. Nega siz har shuncha yil yashab turib, kamdan kam ularga ishimiz tushar edi. Lekin ishimiz tushgan paytda vaqtida kelib, vaqtida bajarib, a'lo darajada qilib ketar edi. Kanalizatsiyani vaqti-vaqtida tozalab turish kerak. Har yili qilish kerak bunaqa. Suv ta'minoti va oqova suv tizimlarida olib borilayotgan ishlar xalqimiz salomatligi va farovon hayoti uchun xizmat qilmoqda. Bunda har bir fuqaromiz o'z hayotida ijobiy o'zgarishlarni his etishi, el farovonligiga xizmat qiluvchi bunyodkorlik ishlaridan mamnun bo'lishi maqsad qilingan.